mix choyimiz deyarli tayyor bo'ldi. To'g'ri, mevasi hozir juda ham ko'payib ketdi. Lekin ishoning, eng foydali vitamin tabiiy, yurak quvvati, immunitetni oshirishga juda foydali choy bo'ladi. Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan Antalyada ko'tarildi ajoyib choy tayyorlaymiz. Buning uchun bizga suvonik, dida, andiqo'qa, tusak, banan, anor, olma, kivi, adroq hurmosi, imbir, qalampirli to'q, qulupnay, limon, mandarin, nok, apelsin, asal, hatta bilan zafaron. Dadamni yo'qdan taqiyman. O'yin 15 daqiqadan so'ng albatta ichib ko'ramiz. Mana sizlar, o'yin 15 daqiqa damlab qo'ydik va buni hozir ichib baho beramiz. Bismillah. Juda ham ajoyib mana. Qani ichib ko'ring qani. Qanday? Ajoyibmi? Juda ham ajoyib do'stlar. Vitaminlarga boy, foydali. Tavsiyam ichib ko'ringlar.